maktabda o'tirgan oldin hamma diqqat qiladi. Oldin maktabda o'tirgan narsa to'p ko'paytirishga ajratish natural sonlar. Hop, natural sonlar nima degani o'zi aslida? Natural sonlar qanaqa sonlardir? Sanoda ishlatiladigan sonlar. Sanoda ishlatiladigan sonlar nima degani o'zi aslida? Sanoda ishlatiladigan sonlar, mana misol uchun xonada 20 ta bola o'tirgan bo'lsa, men 20 ta bolani sanash uchun 1 2 3 4 5 6 7 deb sanashni boshlayman, to'g'rimi? Xuddi o'shanda natural sonlar demak nima ekan? 0 dan yuqori sonlar, to'g'rimi? Chunki 0 dan kichkina sonlar bilan odamlarni sanay olamiz. Umuman biror narsani sanay olamiz. -1, -2, -3, -4 deb turib sanolmaymiz, to'g'rimi? Xuddi o'shanda natural sonlar 0 dan katta sonlar ekan. Xo'p. Me'llaymi? Bo'ldi. Demak, sonlar 0 da o'rtada 0 turadi, bilasizlar. O'rtada 0 turadi. 0 dan kattalarini plus sonlar deymiz, 0 dan kichkinalarini minus sonlar deymiz. Minus sonlarni manfiy 0 dan kattalarini musbat deb deymiz. Musbatlarni bilasizlar, 1 2 3 va hokazo cheksiz ketadi. Bular ham -1, -2, -3 va hokazo bular ham cheksiz ketadi. Endi manfiy sonda qanchalik mana bu sonlar 3, 2lar yiriklashib boravergan sari shunchalik qiymati kichiklashib boradi, to'g'rimi? Sabab mana misol uchun minus qarzni tasavvur qiladigan bo'lsak, -3000 qarzlar ham bor, -2000 qarzlar ham bor, -1000 qarzlar ham bor deb tasavvur qilinglar-da. Xuddi o'shanday buni qiymati qanchalik kattalashib borgan sari shunchalik qiymat kichiklashib boraveradi. To'g'rimi? Endi bularda teskari. Mana misol uchun 1 2 3 4 5 cheksiz ketaveradi. Bundan qanchalik qiymatlashib kattalashib boravergan sari qiymat ham kattalashib boraveradi. Bilasizlar? Endi bizdan so'raladigan bugungi o'tadigan mavzuyimiz natural sonlarni, ya'ni musbat sonlarni 0 dan katta bo'lgan sonlarni to'p ko'paytirishlarga ajratish degani. Endi natural sonlarda ichida ham, umuman sonlar ichida ham ikkiga ajratamiz ekan sonlarni. Qanaqa? To'p va murakkabga ajratamiz. To'g'rimi? To'p va murakkabga ajratamiz. To'p sonlar qanaqa bo'ladi? Murakkab sonlar qanaqa bo'ladi? To'p sonlar degani nima edi? O'z nomidan aytib turibdi. Hech qaysi songa bo'linmaydigan sonlar, o'ziga va birga bo'linib, boshqa sonlarga bo'linmaydigan sonlarni to'p sonlar deymiz. Murakkab sonlar shu teskarisi. O'ziga ham birga ham bo'linadi va boshqa sonlarga ham bo'lina oladigan sonlarni biz murakkab sonlar deymiz. Tushunarli? Keling, misol uchun to'p ko'paytirishga ajratish uchun birinchi navbatda bizga misol beriladi. Mana misol uchun 36. Eng kichkina to'p son nechi? 2. O'zi to'p sonlar ichida bittagina juft son bor. U ham 2. Nima uchun endi 1 to'p son bo'la olmaydi? Chunki 2 bo'lmaydi. Ha? 2 ga bo'lmaydi. Faqat o'ziga bo'ladi. Qaranglar. Hamma to'p sonlarda ham ikkita bo'luvchisi bor, o'ziga va birga bo'linadi. Birdan nechta? Bitta. O'shaning uchun to'p songa kirmaydi. Faqat o'ziga bo'linadi. O'shaning uchun bir to'p son emas. Eng kichkina to'p sonimiz necha ekan? 2. Qaranglar, 36 ni bizga to'p ko'paytirishga ajratish vazifasi berilganda, uni o'rtasiga chiziqni o'tamiz. Xuddi bo'lishday qilamiz-ku. Bu o'rtadagi chiziq ham bo'lishni ham. Bu yerga murakkab sonlar yoziladi. Bu yerga to'p sonlarni borib chiqamiz. Kelishdikmi? Mana misol uchun 36 to'p sonlar ichida eng kichkinasiga qaraymiz, bo'linadimi 2 ga? Bo'linadi? Demak 2 ga bo'ladi. Necha chiqadi? 18. 18 ga qaraymiz. Yana nechaga bo'linadi? 2 ga bo'ladi. To'p sonlarga qaraymiz. 9. 2 dan keyingi to'p songa qaraymiz. Chunki 2 ga bo'linmaydi. 3 chiqadi. 3 ga bo'linadi. 3 o'ziga bo'linadi va 1. Mana bu yerga murakkab son yoza olamizmi? Yo'q. Yozolmaymiz, faqat to'p son yozamiz. Keyin bizlar birinchi navbatda mana to'p ko'paytirishlarga ajratdik. Ya'ni to'p ko'paytirishga ajratish degani berilgan sonimizni to'p sonlarga bo'lib chiqdik. Endi oxirgichimiz kanoniy yo'llanmasi qoldi. Nima ekan? Kanoniy yo'llanmasi qoldi. Kanoniy yo'llanmamiz esa mana shu yozganlarimizda yozib chiqish mana 36 barobar 2 dan nechta bo'ldi? 2 dan 2 bo'ldi. 3 dan 2 bo'ldi. Tushunarli? Bo'ldi, mana shu oxirgi ishimiz. Kim tushunmadi bugungi mavzuni? Tushundilarga? 2 ta 3 ta bersa ham hammasi mana shu kabi ishlamaydi. Tushundilarga? Xo'p, yoziladi. Xo'p. Natural bo'luvchilar soni. Endi kelsa, to'p va murakkab sonlarni tushunib oldik. To'p va murakkab sonlarni tushunib oldik. Keyin to'p ko'paytirishga ajratishni ham bilib oldik. Endi natural bo'luvchilar soni. Bu degani nima degani? Natural bo'luvchilar soni. O'zi qaranglar. A bo'lingan B teng S. Bu yerda A nima? B nima, S nima? A bu yerda
bo'linuvchi, to'g'rimi? Ha, bo'linuvchi. Bo'luvchi va Bo'luvchi. bo'luvchi. Sizchi? Bo'linma. Bo'linma. Endi mana bu atamaga qaranglar. Natural bo'luvchilar soni atamasiga qaranglar. Natural, bilasizlar, natural sonlar qanaqaligini bilasizlar, to'g'rimi? Sanoqli ishlatadigan sonlar, ya'ni 0 dan katta sonlar. Bo'luvchi nima ekanligini bildiradi, to'g'rimi? Biror sonda bo'ladi. Mana misol uchun men sizlarga kelib turib 20 kishi bo'lsalaring, kelib turib men bitta nomni 20 ga bo'lib bersam, men nimaman? Bo'luvchiman. To'g'rimi? Xuddi o'shanday mana bu ham qanaydir sonni bo'lyapti nechigadir. Tushunarli? O'shaning uchun ham nomi bo'luvchi. Endi bo'luvchini ham tushundiring, sonini yaxshi bilasizlar. Natural bo'luvchilar soni. Bizga qanaydir son beriladi. Mana misol uchun boyagi 36. Bu boshqa son yozing. 36 bo'laveradi. Bu boshqa son yozilsa ham boshqa son yozaman. Xo'p, 36 ni kelinglar natural bo'luvchilar sonini topamiz. Ya'ni bu degani 36 nechta natural songa bo'linadi degani. Tushunarlimi? 36 nechta natural bo'luvchiga bo'ladi. Xuddi boyagidek bo'lamiz. 2 tadan 18, 2 tadan 9, 3 tadan va 2 ta. Bo'ldi. Boyagidek kanonik bo'linmasini yozamiz. 36 barobar 2 dan 2 ta, 3 dan 2 ta. Kelinglar endi biz nimasini qoldi? Natural bo'luvchilar sonini topamiz. 36 ni natural bo'luvchilar sonini topamiz. Bunaqa qiyin narsa emas. Natural bo'luvchilar soni biz kanonik yo'llanmasini yozdik-ku, to'g'rimi? Kanonik yo'llanmasini yozdik. Natural bo'luvchilar soni degani buni darajasi nechi? 2. Buniki ham 2. darajalariga 1 qo'shib ko'paytiramiz bir-biriga. Tushunarlimi? Asli tushunarli? Darajalarga 1 qo'shamiz. Mana 2 darajasiga 2 turib 2 ga 1 qo'shamiz. Ko'paytiruv yana 2 ga 1 qo'shamiz. Bundan chiqadi 3. Bundan chiqadi 3. 9. Demak, bu degani natural bo'luvchilar soni 9 chiqdi degani, mana 36 9 ta natural songa bo'linadi degani. Kela sanab ko'ramiz. Natural bo'luvchilarga, natural sonlarga 1 ham kirami? To'g'ri? 36 1 ga bo'linadi. Yana nechiga bo'linadi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, yana 12 ga bo'linadi, yana 18 ga bo'linadi. To'g'rimi? Yana bittasi qoldi, qaysi? O'ziga bo'linadi. 9 tami ekan, haqiqatan ham. Demak 9 ta. Tushundilar, natural bo'luvchilar soni nima ekanligini. Ha? Demak, natural bo'luvchilar soni degani mana shu berilgan sonimiz 9 ta songa bo'linadi degani. Tushunarli? Kim tushunmadi hozir? Nima tushundimi? Hop, yozaver. To'y. 23-chi misol ekan. Hop, qaranglar. Aytyaptiki 128 bilan 250 ni natural bo'luvchilar sonini yig'indisini toping deyapti. Bu degani 128 ni xuddi boyagidek qilib turib, to'kibasiga ajratib, natural bo'luvchilar sonini topib, buni ham xuddi shunday qilib natural bo'luvchilar sonini topib, bir-biriga qo'shib qo'y deyapti. Bilasizmi? Xo'p, qaraymiz, nima qilamiz? Boyagidek 128 bo'lingan 23-misol. 128 ni to'kibasiga ajratib, nechiga bo'lamiz? 2 ga 64, to'g'rimi? 2 ga 32, 2 ga 16, 2 ga 8, 2 ga 4, 2 ga 2 va oxirgi 1. Bo'ldi. Endi 250 ga xuddi shuni yozib olamiz. Nechiga? 2 ga 2 ga 125, nechiga? 3 ga 3 ga 3 ga bo'linami? 3 ga Bo'linami 3 ga? Bo'lmaydi. Yaxshi 5 ga. Chunki 3 ga bo'linish qoidasini yozamiz. Raqamlarni yig'indisa 5 ga 2 qo'shamiz 7, 7 ga 1 qo'shdik 8. 8 3 ga bo'linmaydi. Yaxshi, 125 ta 5 ga bo'lamiz. 25, yana 5 ga 5 ga 5 va 1. Bo'ldi? Yozamiz endi 128 deganini nima? 1 2 3 4 5 6 7. 2 ning 7-chisi. 250-chi? 2 dan 1 ning 1-chisi, 5 ning 3-chisi.
ko'paytirilgan 5 ning 3-si. Bo'ldi. Natural bo'luvchilar sonini topamiz. Natural bo'luvchilar sonini topamiz. 128 dir. Darajasi necha? 7. Bir qo'shamiz. Necha bo'ladi? 8. Demak, 128 necha songa bo'linar ekan? Natural 8 songa bo'linar ekan. 250 da endi natural bo'luvchilar sonini topamiz. 250. Darajasi 1. 1 ga 1 qo'shamiz, to'g'rimi? 2. 3 ga 1 ni qo'shamiz. 4, to'g'ri. Endi 2 ga ko'paytiramiz 4 ni. 8 ikkalasi ham nechta chiqdi? 8 tadan chiqdi. Endi bir-biriga qo'shib qo'yishimizni aytyapti, xolos. Xo'p, natural bo'luvchilar sonini qo'yamiz. 8 qo'shilgan 8. 16. Bu. To'g'ri javobimiz. Tushunarli? Xo'p, yozib qo'ying. Endi o'zlaring ham ishlab ko'rasizlar, bo'pti? Xo'p. Oxirgi tushuntiradigan narsamiz tur ko'paytirishga ajratib bo'ldik, o'rgandik, natural bo'luvchilar sonini topishni o'rgandik. Endi natural bo'luvchilar yig'indisi qoldi. Buni ko'pchilik gamma ham o'qitadi. Mana bunaqa ishora bilan o'qitadi. Faqat xohlasanglar ham bunaqa, xohlasanglar ham bunaqa qilib chiqarsizlar. Bittagina formulasi bor, shu formulasini yaxshi tushunib olsangiz bo'ldi. Mana misol uchun biror sonni tur ko'paytirishga ajratdik, kanoniga olmasini yozdik, to'g'rimi? Mana misol uchun 2 dan 3 ta, 3 dan 4 ta, 3 dan 4 ta yozdik-ku, to'g'rimi? Endi bu natural bo'luvchilar yig'indisini topishimiz uchun mana misol uchun qandaydir natural son A dan n ta bo'ldi. Misol uchun shuni ikkinchisidir, shuni to'rtinchisidir, 2 ni birinchisidir, farqi yo'q. B dan m ta daraja. Sonlar o'rniga harf qo'yapman, tushunarli? Biz formulasini yozishimiz uchun. Endi biz natural bo'luvchilar yig'indisini topishimiz uchun birinchi o'zini yozamiz. Ani birinchisi tushunarli? O'zini yozdim birinchi. Darajasiga 1 qo'shamiz. O'zidan esa 1 ayiramiz. Mahrajida ham o'zidan 1 ayrilgan bo'ladi. Bo'ldi. Keyin o'rtasida ko'paytiruv, buning o'rtasida ko'paytiruv bo'lgani uchun buni ham o'rtasida ko'paytiruv. B ning n'inchisi darajasiga 1 qo'shiladi, buni ham o'zidan 1 ayriladi. Mahrajida ham o'zidan 1 ayriladi. Bitta dona formulasi bor, mana shu. Topish. Keyin boya 36 ni ko'rdik-ku. 36 nima degani edi? 2 dan nechta edi? 2 dan 2 ta, 3 dan ham 2 edi, to'g'rimi? Keyin shuni o'rniga qo'yib ko'ramiz. Biz natural bo'luvchilar yig'indisini topamiz. 2 ning ikkinchisini o'zini yozamiz, to'g'rimi? 2 ning ikkinchisini yozamiz. Darajasiga 1 qo'shamiz. O'zidan 1 ayiramiz. Mahrajida ham o'zidan 1 ayirgan bo'ladi. Ko'paytiruv 3 ning ikkinchisiga darajasiga 1 qo'shamiz, o'zidan 1 ayiramiz. To'g'ri. 2 ning nechinchisi bo'ladi? 2 ning 3-darajasi ayrilgan 1, mahrajida 1. To'g'rimi? 2 dan 1 ayrilgan. Endi ko'paytirilgan 3 ning nechinchisi? 3 ning 3-chisi ayrilgan 1, mahrajida ham 2. 3 dan 1 ayiramiz, 2 bo'ladi, to'g'rimi? Hop, endi ishlab qo'yamiz. 2 ning 3-chisi nechaga teng? 8 ga teng, to'g'rimi? 8 dan 1 dan ayirsak 7. 7 ni 1 ga bo'lsak 7 ni o'zi. Hop, 3 ning 3-chisi 27, to'g'rimi? 27 ni 1 dan ayirsak 26. 26 ni 2 ga bo'lamiz. 13 ko'paytirilgan 13. Ko'paytiramiz. 7 kira 3 21. 7 kira 1 90 bilan 91. Endi nima degani biz? Natural bo'luvchilar yig'indisi 91 dedi. Bu degani nima degani? Natural bo'luvchilar sonini topdik-ku boya. Sanadik. Boya 36 ni sanadik-ku, to'g'rimi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Boya sanadik-ku. O'sha topgan mana 1, 2, 3 to'rlarimizni yig'indisi 90 bo'ladi. Tushunarli? Hozir misol uchun o'sha 9 ta sonda natural bo'luvchilar soni boya 9 qo'yib to'g'rimi? Natural bo'luvchilar sonimizni hammasini qo'shib chiqsak, o'sha 1, 2, 3, keyin 9 larni qo'shib chiqsak, hammasi bu 91 chiqadi degan. Ma'nosi shunaqa. Tushunarli? Hamma tushundimi? Xo'p, tushungan bo'lsalaring misol beraman. Oldin formulasi bilan o'zi o'ylab oling.